Boshqa odamni xafa qilgan kishi shunga tayyor bo'lishi kerakki, u hech bo'lmaganni xuddi shunday narsani boshdan kechiradi. Har bir inson boshqalarga nima qilgan bo'lsa, albatta u ham shuni his qiladi. Ehtimol bu darhol sodir bo'lmaydi, balki u xafa qilgan kishi tomonidan emas, balki Alloh tomonidan jazolanadi. Boshqaga yetkazgan og'riq har doim qaytib keladi. Bu ertami, kechmi to'lanish kerak bo'lgan qarzga o'xshaydi. Istakdan qat'iy nazar, ba'zida hayot seni boshqalarga qilganingdan ham ko'proq azob qiyinchiliklarga duchor qiladi. Hech kimni ko'z yoshlari e'tiborsiz qolmaydi. Hech kimni dardi izsiz yo'qolmaydi. Bu faqat vaqt masalasi. Hayot bu qaytar dunyo. Qilgan hamma narsang baribir bir kun qaytib keladi, yo senga yo yaqinlaringga. Shuning uchun sen birovni xafa qilishingdan oldin yaxshilab o'ylab ko'r. Zarba qaytib kelganda xuddi shu narsani boshdan kechirishga tayyormisan? U kuchliroq bo'lishi mumkin. Sen o'ylashing mumkin qilgan harakatlarim hech qanday oqibatlarga olib kelmaydi. Allohning jazosiz qolmaysan. Nima eksan bir kun mevasini olasan. Ba'zida jazo yillar o'tib keladi, lekin bu muqarrar.